sotuvga afsonaviy legendarniy 124 keldi. Bizlardan yosh kattalar aytgan gap bor edi-yu, esingizda, narxini taxmin qilib turing. Siz o'ylagandan ham arzon etsam, podpiska layki bosib qo'yasiz degan gapi bor-ku, xuddi o'sha gap. Oka, narxini taxmin qilib turing. Siz o'ylagandan ham arzonroq beramiz. Videoni ko'rayotgan aka, siz hali ham o'ylab o'tiribsizmi, olsammikan, olmasammikan deb. Menimcha уже Merz haydaydigan davringiz keldi-yu, aka. Aka, bu mashinaning motori 203 litrli 102 motor, diskalarini ham ko'rsanglar, mana blok diskalar taqilgan. Mana 4 ta baloni hali yangi aka, bitta sezon emas, ikkita sezon ham yurib beradi. Mana bu oldi, orqa bamferlari Gen 2 qilib taqilgan. Bu Gen 2 ni ham tushunadiganlar kommentariyada yozib keting. Mashinaning rangi qora rangda, dokumentidan hech qanaqa muammosi yo'q. Yana narxi ham aka, shikalat narxda. Mashinaga 210 sizdeni, 210 rul, 210 lyuklari ochilyapti. Mashinani tagida o'z konditsioneri bor. Faqat ventilyatorlarni almashtirib olsangiz ishlaydi. Motori, korobkasi umuman aka hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Egalari bemalol uvering, aytavering aka, hech qanaqa ishi yo'q. Mashina plavni yuryapti, hech qanaqa muammosi yo'q. Endi ham bu mashinani olmasangiz aka, menimcha jalga ketib qolsa kerak. Hali ham podpiskani bosmagan odamlar bo'lsa, podpiskani bosib qo'ying, sizlarga yoqadigan mashinalarni qo'yib boryapmiz. Mashinamizning radnoy probegi 319 ming kilometr bo'lgan. Bu radnoy probeg, ana aylanib, dumalab nimadirlar bo'lib ketgan mashina emas. Narxi nech pul deb o'ylaysiz, aka? Narxi $4900. Ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib, bemalol ustingizdan olib kelib, tekshirtirib olsanglar bo'ladi. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.